Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Meni eshitib borayotgan mana shu tumanimiz, Bekobod tumanimiz, Bekobod shahar, qo'shni Bo'ka tumanimiz, qo'shni Sirdaryo viloyati Shirin shahri, Boyovut tumani aholisi, aka-ukalar, opa-singillar, bemorlarimiz. Men Xoliqberdiyev Tohirman. Doktor To'xa klinikamiz, xususiy klinikamiz bor. Shu klinikani rahbariman. Shu yil 2026-yil, bugun mana 22-yanvar bo'lsa, men bir dastur bilan, yaxshi niyat bilan shu ijtimoiy tarmoqlarda, ya'ni Telegram, YouTube, WhatsApp, Instagram tarmoqlarida tibbiyot yo'nalishida, tibbiyot sohasida bo'ladigan mana qog'ozlarga yozib bir sekin tushuntirib boraman. Tibbiyotdagi hozirgi zamonaviy tekshirish usullari haqida, tibbiyotda bo'layotgan yangiliklar, zamonaviy apparaturalar, tekshirish usullari, operatsiya usullari haqida sizlarga yangiliklardan yetkazib boraman. Mana shu hozirgi paytda yangi chiqqan zamonaviy tibbiyot sohasidagi apparaturalar, operatsiya yo'llari, qanday qilib davolanish usullari, qayerlarda davolanish usuli, shular haqida sizlarga ma'lumotlar berib boraman. Ya'ni xalq tushunadigan, xalqqa, oddiy aholiga qisqa va lo'nda qilib qiyin terminlarni, qiyin meditsina atamalarini o'zbek tilida, sof o'zbek tilida tarjima qilib, iloji boricha sizlarga juda tushunarli qilib yetkazib boraman. Mana hozir birinchi o'zimga mana yozib olgan dastur rejalarim bo'yicha sizlarga quyidagilarni yetkazib boraman. Hozir mana endoskopik usul bilan davolash, ya'ni endoskopik operatsiyalar qilish usullari xalq orasida tez-tez uchrab turadi. Xalqimiz orasida lazerda operatsiya qildirdim, endoskopikda operatsiya qildirdim degan atamalarni ishlatamiz. Shu endoskopik yo'l bilan operatsiya qilish yoki davolash degani sizlarga tushuntirib boraman. Mana misol jarrohlik operatsiyasi bor. Ya'ni jarrohlar bemorlarimizga o'tida tosh bo'lsa, o't tosh kasalligi deb tashxis qo'yishadi, diagnoz qo'yishadi. O'sha o'tida tosh bor bemorlarni 2026-yil hozir bo'lsa, Toshkent shahrida 2002-yillardan boshlab o'sha endoskopik usulda operatsiya qilish yo'lga qo'yilgan. Toshkent shahrida 2002-yillarda. Yevropalarda bundan даже 5 yil, 10 yil oldinlar yo'lga qo'yilgan. Xo'sh, mana hozir rayonimizga ham 6 yil, 8 yil bo'lib qoldi. Endoskopik usulda operatsiya qilish yo'lga qo'yilgan. Bekobod shaharda va tumanimizda Musaffomid klinikasida. Endi endoskopik usulda operatsiya qilishni qisqa qilib tushuntirganda, bu oddiy usulda qorin devori, qorin mushaklari kesilib,
o'sha kesilgan jarohat orqali o't qopiga kirib borilib, o't qopi toshlari bilan olib, keyin jarohatni yana qavatma-qavat tikib chiqilgan. Endoskopik usulda bu maxsus Yevropa olimlari, dunyo olimlari tomonidan kashf qilingan tibbiyot apparaturalari, jihozlari bo'lib, bunda qorin bo'shlig'iga 3-4 ta teshik teshilib, o'sha 3 ta 4 ta teshik orqali qorin bo'shlig'iga kiriladi. Qorin bo'shlig'iga kirilib, qorin bo'shlig'idagi o't qopi o'sha ekranda ko'rinib turiladi. O'sha qorin bo'shlig'iga kirib borilgan apparatimizni, tibbiy jihozimizni uchida video kamerasi bo'ladi. Mana shu video kamera orqali o't qopi atrofi, jigarlar ko'rilib, tashqaridan jarroh tomonidan o'sha o't qopi ajratilib, qavatma-qavat o'tlarni ajratib, o't qopi toshlari bilan birgalikda olinib, o'sha qorin bo'shlig'idan kirib borgan teshik orqali o't qopi va o'tidagi toshlar bilan birga ajratilib olinadi va ajratilib olingandan keyin o'sha teshilgan qorin bo'shlig'idagi 1 santimetr, 1,5 santimetrdagi teshiklar tikib qo'yiladi. Shu bilan o't qopi toshi bilan olinib, bartaraf qilinadi va operatsiya yakunlanadi. Ya'ni qorin devorini, qorin mushaklarini 10 santimetr, 12 santimetr yoki 7-8 santimetr kesmasdan kichkina teshiklar orqali kirib, video nazorati ostida o't qopi olinib, jarohat tikilib chiqishiga bu laparoskopik o't qopini olish amaliyoti hisoblanadi.